Kim so'chilikka borsa, so'chijonlar sizlardan iltimos, ja qizini boshida shoqi bo'lsa, yo bir tomonidan oltinlar oqib tushayotgan bo'lsa ham, gapni orasida bunday silab o'tib ketinglar. Hamma yo'g'ini qilib olamiz. Voy qizingizni bersangiz bo'ldi, voy qizingizni bersangiz bo'ldi, do'rmanglar. O'zlaringni pastga urib, bitta o'g'il bolani boqib katta qilish oson bas. Voy yomon bolalarga qo'shilib ketmadimikin? Nima bo'ldi-kin? Palonmikin? Qilib yurib qog'ozga o'ralgan qanday qilib o'sha qizni ham qo'yniga solib qo'yiladi. Qiz tomonga, kuyov tomonga xotin kerak, xolos qiz tomonga kerak emasmi? Nima? O'kov tomon baravar harakat qilsa o'sha yoshlar baxtli bo'ladi. Hamma yo'g'ini o'zimiz qilib olamiz, do'rmanglar. Sizlardan iltimos, qiladiganlar bor, qilolmaydiganlar bor. Bitta o'zlaringni o'ylavermanglar, qopda pullaring bor bo'lsa ham. Masalan, opamni boshida eri yo'q, birovni qo'lida shogird bo'lib ishlaydi jiyanim. Qiynalyapmiz-da biz ham anag'iga qilsak, menag'iga yetmaydi. Endi hali qo'li yupqaroq, nimaroq, kambag'alroq qiz nimani olaylik desak ham unga ham qilinar ekan baribir. Nimani? Mebel, sebel bir narsasini boyda qizini olaylik, o'zi olaveradi o'shuna mebeli bormi, bir narsasi bormi desak, bu bechoraga bermaydi. Boshida eri yo'q, qo'li yupqa uylarida sop tashagan, hamma yo'g'i chiroyli, boshida eri yo'q. O'g'li bitta shogird bo'lib ishlaydi, xolos birovni qo'lida. Endi sal o'ylanglar, jon so'chijonlar, hamma yo'g'ini qilib olamiz, do'rmanglar. Ja, bolalaring yerdan o'sib chiqqan bo'lsa ham.